Dars olayotgan vaqti jarayoni bu haykallar yasalgan shu bo'ladi. Har bir so'zi uni tinglayotgan yoshlarning qalbida chuqur iz qoldiradi. Bu oxirgi dars. Mehrli xayrlashuv. Bu Imom Buxoriyning test qilayotgan jarayoni bu. Haykallar yasalgan shunga. Mana bu Imom Buxoriy bo'ladi. Uchar gilam bu. Bu yoqda video ketadi, videoga qarab uchar gilam qimillaydi, qimillab turadi bolalar uchun. Buni rasm chizsa bo'ladi. Bu o'yinlar, bolalar kelib o'ynaydi sensorli. Mana ikkita bir xillarni topish kerak bo'ladi. O'yin shunaqa. 3 xil o'yini bor. Imom Buxoriy kitob so'zlari bor, shunda o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Bu 25 ta tilga tarjima qilingan gaplari bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta amallar niyatga bog'liqdir. Albatta har bir kishiga niyat qilgan narsasi bo'ladi deydilar. Degan gaplari 25 ta tilga tarjima qilingan. 22 tamda shuni. Bu Qur'on kitobi va biroz satrlari bor. Yo'qsa ochiladi bu.